Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyati Arnasoy tumanida fuqaroning farzandi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Shu do'stlar bilan choyxonada o'tirganda birdaniga kelib, qo'lini qayirib, urib, do'pposlab utrezительniga olib ketdi. Lekin bolam mast emas ekan. Hech qanaqa uyda urush, janjal, hech qanaqa hech narsa bo'lmagan. Uyda na birovni so'kkan joyim yo'q, yo na birovni urgan joyim yo'q. Sezganingizdek voqea ijtimoiy tarmoqda bayon etilgandek emas. Chunonchi joriy yilning 5-may kuni tungi soat 24:35 da Arnasoy tumanidagi ovqatlanish shoxobchasidan qo'riqlash bo'limiga tashvish xabari kelgan. Soha vakillari yetib borganlarida mast holatdagi Dilshod Chinniqulov yemak haqqini to'lamagani aniqlanadi. Shuningdek, u shoxobcha hovlisida bir necha fuqarolar bilan janjallashadi. Mast erkak ketavermagach holat yuzasidan ichki ishlar organlariga xabar beriladi. Mazkur chaqiriq asosida soat 1:20 da hudud profilaktika inspektori yetib keladi va fuqarodan uyiga ketishini so'raydi. Qisqasi, Dilshod Chinniqulov profilaktika inspektoriga bo'ysunmaydi. Natijada inspektor hamkasbi yordamida uning qo'liga kishan solib narkologiya dispanseriga yetkazadi. Ushbu holat yuzasidan Arnasoy tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. To'plangan hujjatlar bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi viloyat prokuraturasi tomonidan ta'minlanadi. Xabaringiz bor, yurtimizda 15-apreldan 15-mayga qadar xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xorazm viloyatida ham huquq-tartibot organlari tomonidan o'zaro hamkorlikda keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarlik holatlariga chek qo'yish maqsadida Urganch shahar va Urganch tumani hududi bo'ylab maxsus nazorat reyd tadbirlari olib borilmoqda. Nazorat reyd tadbirlari davomida transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarish, tegishli ruxsatnomasiz oynalar tusini o'zgartirish, davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanish, svetoforning harakatni taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanish va mastlik holatida transport vositasini boshqarish kabi qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Hali haydovchilik guvohnomasi olmagan ekansiz-ku. Endi o'qib yurdim. Boshqarishimiz mumkin emas sizda. Avtomashina. Hozir tungi nazorat reyd tadbiri o'tkazilib turibdi, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan. To'xtatib tekshirilgan vaqtda yoningizda hech qanday hujjat taqdim qilib bilmaysiz. Hali haydovchilik huquqini ega emas ekansiz. Hozir belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan hujjatsiz hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtomashina boshqarganligingiz bo'yicha yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. O'rtoq haydovchi, tushunarlimi? Avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yib turiladi. Siz hali haydovchilik guvohnomasini ega emassiz. Qachonki haydovchilik guvohnomasini olasiz, keyin avtomashina boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Tushundingizmi? Bormi ushbu viloyatda avtomashina boshqarish huquqini beruvchi hujjatlaringiz bormi? Mana hozir elektron planshet orqali sizni shaxsiy oydinlik kiritdik. Haydovchilik guvohnomasini olmagan ekansiz. Yana katta tezlikda boshqarib yursiz Urganch shahar Al-Xorazmiy ko'chasida. Hozir yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rtoq haydovchisiga nisbatan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 135-moddasiga asosan avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yib turiladi. Bu kabi nazorat reyd tadbirlari barcha viloyatlar bo'ylab davom etmoqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan yo'l belgilari va yo'l chiziqlari hamda svetofor ishoralariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz. Tartib bor joyda baraka, intizom bor joyda esa unum bo'ladi. Yo'llarda harakatlanish davomida qoidalarga to'liq rioya etishi, yo'llarda tartib va intizom bilan harakatlanish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramay, oramizda qoidalarga befarq bo'layotganlar ham uchramoqda. Quyidagi holatda fuqaro patrul post xizmati xodimining qonuniy talabini bajarmagan, boz ustiga unga qo'l ko'tarishgacha ham borgan. Joriy yilning 4-may kuni Chorsu bozoriga xizmat jalb qilindik. Xizmatimiz davomida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzib turgan avtoulov borligi aniqlandi va avtoulovning egasidan me'yoriy tartibda hujjatlarni taqdim qilishini so'ralgan paytda haydovchi taqdim qilmasligini bildirdi. Qonuniy talablarni bajarishlarini so'ralgan vaqtda haydovchi tomonidan menga nisbatan noto'g'ri xatti-harakatlar va haqoratomuz so'zlar ishlatilib, kuch ishlatish holatlari sodir bo'ldi. Haydovchi o'ziga tegishli bo'lgan avtoulovning yukxona qismidan temir jismni olib menga qarata tahdid olib bordi.
noto'g'ri zid muomala qilganimizdan pushaymonman. Men qo'pol muomala qilganimdan uzr so'rayman. Hozirda hujjatlar qonuniy rasmiylashtirilib, Shayxon Tohir tumani prokuraturasiga yuborilgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Selsiy bo'yicha harorat 71.1 darajaga chiqsa, inson terisi 3-darajali kuyadi. Bu issiqlikda tuxum pishirish ham mumkin. Jazirama quyosh tig'i ostida turgan avtomobil ichkarisi 71.1 darajagacha qizishi uchun 1 soat kifoya. Endi shu mashina ichida qoldirilgan bola 1 soatda qanday ahvolga tushishini tasavvur qilyapsizmi? Odatda bolalarda tana harorati kattalarnikiga qaraganda 3-5 barobar tezroq ko'tariladi. Bu ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun xavfli. Eng katta xavfga chaqaloqlar duchor bo'ladi. Issiq mashinalarda halok bo'lgan bolalarning 87% 3 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, avtohalokatlar bilan bog'liq bo'lmagan avtomobillarda 15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining eng keng tarqalgan sababi issiqlik urishidir. Hurmatli ota-onalar, ayni vaqtda kunduzgi vaqtda havo harorati keskin ortib bormoqda. Bunday paytda yosh bolalar va keksa kishilarni jazirama ta'siridan muhofaza qilish maqsadga muvofiqdir. Farzandlaringizni oynalari ochiq bo'lsa ham avtomashina salonida qoldirmang. Azizlar, ogoh bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.